Kimdan kim Alloh subhanahu va taoloni al-Qodir yoki al-Qodir al-Muqtadir, ya'ni barcha narsaga qodir ekanligini iymon keltiradigan bo'lsa, bu insonda mana shu narsa topiladiki, mana shu narsa balki kuchayib ketadiki, Alloh subhanahu va taologa bo'lgan suyanish, Alloh subhanahu va taologa bo'lgan tavakkul, Allohdan madad so'rash u insonda kuchayib ketadi. Ya'ni u inson ishongani Alloh taolo qoladi. Doimo Alloh taologa suyanib boradigan, Alloh nima ish qilsa ham Alloh taologa suyanib qoladigan, Allohdan umid qiladigan, Allohga bo'lgan ishonchi u insonda kuchayib ketadi, deyapti. Mana bu eng katta samaradir. Alloh taolo hamma narsaga qodir degan narsaga iymon keltirishlik insonda mana shu narsani samaraga chiqaradi. Alloh taologa batamom iltijo qilishi kelib keladi. Har o'rinda inson Allohga iltijo qilar ekanda, chunki biladi-da, Alloh uni Robbisi hamma narsaga qodir ekanligini bilib turib, Allohga yana iltijo qilaveradi. Ya'ni maxluqlarga suyanib qolmaydi, unisiga borib yalinavermaydi, unisiga suyanib qolavermaydi, maxluqlarga ishonib qolavermaydi.